Vay, halimizga vay deydigan yerga oz qapti qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Hammalarning xor bo'lgandek biz Ramazon oyida ma'lum miqdorda mukofot berish orqali yosh avlodlarimizni va barliq qarindoshlarimizni shu ota bobolarimizni, ya'ni Sharqiy Turkistonning Uyg'ur qahramonlarini tunish va tunishtirish haqida bir faoliyat o'rlashtirgan, yana eng ta'sirli va eng to'g'ri shaklda tunishtirgan qarindoshlarga yaxshi mukofotlarni beramiz degan shaklda. Biz o'ylagandek natijada qarindoshlarning qiziqishi bo'lmaganligi uchun sommasini yuqori ko'tardik. Ya'ni birinchi bo'lgan, yana eng ta'sirli va eng to'g'ri tushuntirgan, tunishtirgan qarindoshlarga 10 ming lira mukofot, ikkinchi bo'lganlarga 5 ming lira, uchinchi bo'lganlarga 3 ming lira dedik. Va buning uchun tayyorlik qilgan, buning vaqtini sarf qilgan, ajr bergan barliq qarindoshlarga, ya'ni musobaqaga qatnashgan qarindoshlarga naqd pul mukofot beramiz degan edik. Buni tunishtirish uchun, ya'ni buningki ahamiyati, buningki maqsadi degan masalalarni tunishtirish uchun bir necha ulamolarga tunilgan ustozlarimizga, diniy ustozlarga bu haqda suhbat programma ilib berish tavsiyasida taklifida bulundik. Bu taklifda, ya'ni bu savollar qaysi degan chog'da islom dini bilan Uyg'ur milliy kimligi bir-biriga qanday ta'sir ko'rsatgan? Bular orasida qanday munosabat bor? Uyg'urlarning madaniyatida islom qanday ifodalangan? Bugun Uyg'urlar nima uchun tarixga qiziqmaydi? Tarixni nima uchun unutib qolamiz? Milliy kimlikni yo'qotish dinga qanday ta'sir qiladi? Ajdodlarimizning qahramonligi nima bugungi kunda davomlashmaydi? Uyg'urlarning eng chong ruhiy xavfi nima? Agar bir xalq faqat ibodat qilib, namoz o'qib, ro'za tutibla o'z tarixi va milliy kimligini tashlab qo'ysa, u xalq yo'qolib ketamdi. Milliy kimlikdan ayrilgan musulmon to'liq musulmon deb qaralamdi. Nima uchun? Tarixni unutgan millat qanday qulluqqa tushib qoladi? Diniy olimlar nimishqa milliy masalalarni ko'proq so'zlab berolmaydi? Bu bir kamtuklikmi? Agar biz bugun uyg'onmasak, yillardan keyin Uyg'ur nomi bo'lamdi, ya'ni davomlashamdi. Uyg'ur nomining yo'qolishi yoki saqlanib qolishining bizga qanday unumi bor? Eng oxirgi savolimiz bo'lsa, millat, tarix, til, madaniyat, din va iymon bir-birisiga qanday munosabatda? Bular bir-birisiga zidmi? Ya'ni biz o'zimizning milliy kimligini saqlab qolamiz desak, o'zimizning tarixini saqlab qolamiz desak, o'zimizning davlatini saqlab qolamiz desak, bu dinga zidmi? Degan shu tuvandagi savollar haqida ustozlar xohlagan shaklda shuning ichidan tanlab bir necha savolni ya bir ikki savolni tanlab shuni oydinlashtirib, shu faoliyatga qarata bir qiziqish ilib boraylik desak, ming afsuski, ustozlarimiz bu savollarga javob berish, bu haqda fikr bayon qilishdan ansirdi. Nimishqa degan chog'da bu intayin zid bir masala ekan. Bu to'g'riliq so'z qilsak, qarindoshlarimiz bizni diniy olim emasmikin yoki taqvo emasmikin degandek o'ylab qilishi mumkin degan yoki boshqa shaklda ansirab savollarga javob berishni to'g'ri ko'rmadi. Haqiqatan mayli Ramazon oyida bo'lsin, mayli buningdan burungi vaqtlarda bo'lsin, har qanday bir tabliğ so'rinlarida bizningki diniy ustozlarimiz Arab ustozlardan, ya'ni Misrda yoki Saudiya Arabistonda o'qiganligi uchun Arab qarindoshlarimiz, Arab xalqlari Yevropa va Amerika davlatlarininki mol-mulklari yoki boshqa jihatlardan ziyonkashliklarga ko'p uchrag'ashqa, ularninki dinga qilayotgan, musulmonlarga qilayotgan ziyonkashliklar haqida ko'p to'xtalib, ko'p izlanib, ko'p yozganligi uchun va ularda o'qigan Uyg'ur ustozlarimiz shularning darslarini anglab, shu Yevropa, Amerikaninki ichidagi odamlarninki yoki din dushmanlarining qanday qilganligini yaxshi o'qiganligi uchun faqat shu haqda to'xtalib, Xitoy tajovuzchilarining biz Sharqiy Turkiston xalqiga to Ching sulolasidan tortib qanday shaklda bizga dushmanlik qilayotganligi va dinimizni yo'qotish uchun qanday dushmanliklarni qilayotganliklari, bu Xitoylarninki qaysi yozuvchilardan qanday yozmalarni yozganliklari haqida ya izlanish to'liq bo'lmaganligi uchun yoki yetarli bo'lmaganligi uchun bu haqda ko'p to'xtalganligini anglamayotimiz, ko'rolmayotimiz. Mayli tabliğ so'rovlarda bo'lsin, mayli ekranda bo'lsin, Xitoy tajovuzchilarini har vaqt, mayli u qanday so'rin bo'lsin, bir tabliğ qilgan vaqtda cho'qim Xitoy tajovuzchilarining bizning ashaddiy voz kechilmas toki qiyomatga qadar bularninki bizga qilgan qirg'inchilik, zulm, dahshat va qiyin qistoqlari, bizga qilgan ashaddiy dushmanliklari tarixlarda doston bo'g'dak darajada bizning vatanimiz mustaqil bo'lgan taqdirda ming yillargacha bu Xitoylardan ogoh bo'lish, bularninki rezil qilmishlarini avlodlarga yetkazish bizning vazifamiz. Bu narsa haqida to'liq to'xtalish yo'q va to'xtalishdan ustozlarimiz ansiraydi. Ustozlarimiz
millatchi deb atilib qilishdan, ustozlarimiz da'vochi deb atilib qilishdan yoki boshqa nomlarda atilib qilishdan ansirab, bu haqda to'xtalolmay yetibdi. Bu biz uchun intayin qo'rqinchli bir masala bo'lib, biz tariximizga qaraydigan bo'lsak, bizning vatanimizni Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilaridan qo'g'dab qilish uchun va ayni vaqtda Uyg'urlarning qurgan davlatlarini qurg'uchi bo'lgan orliqda ko'rsatgan qahramonliklar, dohiyliklar, Uyg'urlarningki, xalqimizningki kashfiyotlari, Uyg'urlarimizning nurg'unlagan dostonlari yezilmay, saqlanmay, so'zlanmay, xalqqa bilinmay, bizningki dunyoga dangliq bo'lgan ustozlarimizmi, qahramonlarimizmi, ya'ni Sabit Damullamga o'xshash, Ilixon To'riga o'xshash nurg'unlagan qahramonlarimiz, dohiylarimiz, siyosiyonlarimizning bir hayotini nechilagan tom kitoblarni yozsaqmi yetishmagidek darajada qahramonlarimiz bor, ilm ahlilari bor, siyosatchilar bor. Lekin ular haqida shaxsiy turmushlari bo'lsin, ta'sirli hikoyalari bo'lsin, saqlanmay qolgan. Intayin afsus, intayin afsus. Faqat ularningki davlat qurganligini bilamiz, ularning jang qilganligini bilamiz. Shaxsiy hayotda ular xalqqa qanday muomala qilgan, qanday kishi qanday ta'sirli muomalani qilgan bu haqda hech saqlanib qolmagan, tepish intayin tas. Tarixiy materiallar intayin yetarsiz. Amaliyotda biz shu kishilarningki qaysi birisini bo'lsin, hikoyalarini kitoblarga besib, so'zlab, tabliqlarda qilingan bo'lsa, hammamiz, ya'ni boshqacha bir xil bo'lardik. Vatan sevgimiz boshqacha bo'ladi, azamatlik, qahramonlik ruhimiz boshqacha bo'ladi. Bu dunyoda nima uchun yashayapmiz, nima uchun mol-mulklarimizni Alloh yo'lida xarjlamayapmiz, vatan xalq uchun xarjlamayapmiz, bu haq yo'l uchun xarjlamayapmiz. Bu masalalarda to'liq bir tushunchaga ega bo'lgan bo'lardik. Bu hayot mangulik emas, intayin qisqa bir hayot, mol-mulk mangulik emas. Necha millionlab pulni topsaqmi, nurg'un mashinalarni, uylarni olsaqmi, da'chilarni olsaqmi, biz bugun yo erta o'lamiz. Biz qanday qilaylikki, biz o'limdan qochib qutulolmaymiz. Biz o'lsak, u narsalar qoladi. Allah subhanahu wa ta'ala bizden şu neslerini soraydı. Ey bendem sen men senin tenini salamet kıldım. Men sana munçilik mal mülkünü verdim. Sen kançiligini Allah yolunda işlettin. Kançiligini şu benim bendlerimni kutuluş için işlettin. Kançiligini benim bendlerim kesalıp kalgan çağda yuxlaşka işlettin. Kançiligini Allah yolda meçitlerini siliş için Allah razı bulduğun, men razı bulduğun yaxşı yollarga işlettin dep soraydı. Nima uchun bularni yig'ib o'zingning faqat shaxsiy manfaatiga ishlatding? Nima uchun shuncha mol-mulkni yig'ib tashlab qo'yib yetib kelding bu oxirat kuniga mening huzurimga deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu haqda nurg'unlagan hadislar, nurg'unlagan rivoyatlar, nurg'unlagan voqealiklar bor. Bularni so'zlab tugatamaymiz. Eng oddiysi Qinglong degan dinga ishonmaydigan, Allohdan qo'rqmaydigan, shu Xitoyninki bir adami o'zininki mol-mulkini butunlay xajlab etgan. Butunlay o'zi yaxshi deb, to'g'ri deb qaragan yo'lda yetim yesirlarga, kasallarga, ashundaq doktorxona, yasliga, yashanganlar sanatoriyalarga hammasini berib etgan. Nimishqa? Chunki agar men bu pullarimni o'zimning o'g'liga qo'yib qo'ysam, agar men o'g'limni yaxshi tarbiyalamagan bo'lsam, u mol-mulklarni qalaymiqan xajlab, pullarni xajlab, isrof qilib o'tadi, vayron qilib o'tadi. Men u pullarni shunchalik tasti, jafon, mashaqqati topgan. Agar men o'g'limni yaxshi tarbiyalagan bo'lsam, sifatli tarbiyalagan bo'lsam, yaxshi adam qila olgan bo'lsam, u albatta o'zi xajlaydigan mol-mulkni o'zi tepib, o'zi ishlatadi. Uningga mening pul mol-mulkimni qo'yib qo'yishimning hojati yo'q deb ashunchalik o'ylay olgan. Biz ibrat olgan payg'ambarimiz bor, payg'ambarlar bor, sahobalar bor, tabiinlar bor. Ularni yo'lda mangmaymiz desakmi, dinga ishonmaydigan, Allohga ishonmaydigan bir dinsiz odam shunchalik o'ylay olibdi. Men avlodimga pul molni qo'yib qo'ysam, yaxshi tarbiyalagan bo'lsam, zaten uning pulga ehtiyoji yo'q. O o'zi deb xajlayalaydi. Yaxshi tarbiyalangan bo'lsam, men jafon mushaqqatlar topgan pulimni isrof qilib o'tirib, qalamqaylik xajlayib o'tiradigan. Bu narsalardan biz har tarafli ibrat olishimiz kerak. O'limdan ibrat olishimiz kerak. Dinsizlarning qilayotgan ishlaridan ibrat olishimiz kerak. Taqvolarimiz qanday qilgan, ota-bobolarimiz qanday qilgan, bu narsalardan ibrat olishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun mayli diniy ustozlarimiz bo'lsin, mayli qandayliki bir kishi bo'lsin, bu dunyoga bir chekitchilik bo'lsinmi, yaxshi izni qoldirib, palonchi degan vaqtida bu qarindoshimiz yaxshi kishdi, Alloh bundoq ishni qilgan deb biz o'zimizning avlodlariga, bolalariga, nevarlariga, o'zimizning kelgusi farzandlarga ulgu bo'larligidek shaklda mening dadam, mening buvam shundoq ishni qilib ekan, men shuningga loyiq avlod bo'lishim kerak, shuningga loyiq yashashim kerak, sifatli yashashim kerak, dadamning, buvamning nomiga dog' teksam bo'lmaydi deydigan darajada bir sifatli insonlardan bo'lishimiz kerak.
Çünkü biz haqni tonugan, Allah'a işengen, Allah yolunda hicret kılıp çıkan, biz halkımızı kutkuzumuz, vatanımızı kutkuzumuz, zalimga qarıştırmız. Allah yolunda bu malla, bu hayatla hem nesimiz pida bolsun, kılgan hemme işimiz, namazlarımız, tutkan rozalarımız, bergen kurbanlıklarımız, hayatımız, ölümümüz, sarf kılgan hemme nesimiz bizimki fakat Allah yolunda dep tevekkül kılıp çıkan kişiler kılmışlar. Şunun için biz özümüzün asli gayesini, asli maksadını unutup kalmaylı. Dünyanın erzimes havayı hevesleriga, özününki devleti bolgan, özünün halkı bolgan, hiç kandak derdi yok dep fakat öz nefsi için yaşayatkan insanlarga, etrafımızdaki yerli halklarga, o meyli kaysi millet bolsun, Hindi bolsun, Arap bolsun, özümüz yaşayatkan Avrupa devletleri olsun, Türkiye devleti bolsun, bu halklarga qarab, bularni doğrap, bular esli kiyipti, markalık kiyipti, çıralık kiyipti, özünü yaxşı yasaptı, tüzepti, biz mi şunda bulaylı, bularga ergişeyli degen şekilde emas, belki fakat ve fakat Allah'a boysunduğan, Allah'ın Resuluğa ve Allah'ın Resuluğa ergeçkenlerge ergeçildiğin yaxşı müminlerden bulaylı. Allah subhanahu ve teala hemmimizni bu hakda sabit kadem kılsın. İki dünyada hayırlik, menfaatlik işlerini kıladığan, sözlerini kıladığan, Allah yolunda hareket kılalaydıgan, pul mallarını selip kılalaydıgan, vaktini ve küçünü, zihnini Allah yolunda sarıp kılalaydıgan, her bir vakitlarda, meyli keçi bolsun, meyli gündüz bolsun, meyli uxlaganda, meyli uyganganda, meyli tamak yegende, her vakit öz halkımızda, yani İslam ümmetininki ayrılmaz bir çoğun bir parçası bolgan Şarkı Türkistan halkını unutup kalmaylı. Her vakit bunu düşüneyle, tefekkür kılaylı. En mühimi bir kişilik vazifemizni akımadığı, makımmaptı degan emas. Men nemish kılalayman, nemish kıldım, nemish kılışım gerek. Qançalik pulumni sarf kılaladım, qançalik vaqtimni sarf kılaladım. Bugün men vatanim, halkım üçün, Allah razılığı üçün, ular üçün nemish kılaladım. 1 lira pulni sarf kıldımmı? 1 minut vaqtimni bunga qo'ydimmi? Bir qarindoshimga bir kulimsirab, ko'nglim tabassum qilib, bir sadiqaning o'rnida shu qarindoshimga yaxshi muomala qilaladimmi? Zolimlarga shiddatli bo'laladimmi? Müminlerge mehribon bo'laladimmi deydigan hesapni her akşam elishga Allah subhanahu va taala muyassar qilsin. Hammamiz yaxshi duolarda bir-birimizni aslayli. Ko'rishgacha aman bo'g'aysizlar. Allohga emanet.